ichi mikroflorasi uchun. Chunki ular aytdilarki, o'zi ko'pchilik shunaqa deydi. Men uksus icha olmayman, juda ham kisli bo'ladi dedi. Siz xonadonnikini ichib ko'ring. Xonadonda tabiiy tayyorlanadi mana. Quyqalari bo'ladi-da. Men nimaga Amerikanikiga hech ham qiziqmaganman. Baribir u shuncha vaqt imенно butilkada saqlanib, bizga yetib kelguncha mani fikrim ichiga baribir qanaqadir konsentratlar qo'shiladi. Bular tabiiy tayyorlashdimi, o'sha o'zini texnologiyasi bo'yicha sразу mana shunaqa nimalarga solib jo'natishadi. Agar uyingizda butilka bo'lsa, chortoq, barjomilarning butilkasi bo'ladi, o'shanga quyib qo'yinglar. Juda ham ta'mi shunaqangi ta'mi вообще bor yo'qligi bilinmaydi. Qanaqadir sal olmani ta'mi kelib turadi. Issiqroq suvga, muzda emas, komnatniy temperatura emas, issiqroq suvga shundoq qo'shasizlar, och qoringa ertalab ichasizlar.